Diqqat! Xalq uchun noxush xabar. Odilxon qori bugun tongda dahshatli jinoyat bilan qamaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent masjidlariga imomlik qilgan Odilxon qori qamoqqa olindi. Toshkent shahridagi bir nechta masjidda imomlik qilgan Odilxon qori Islomovga nisbatan ikkita jinoyat ishi bo'yicha ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish chorasi qo'llanildi. Bu haqida Daryo manbasi xabar bermoqda. Birinchi jinoyat ishi yuzasidan Odilxon Islomovga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A v bandi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 179-moddasi soxta tadbirkorlik, 189-moddasi 1-qismi savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 209-moddasi 2-qismi A bandi mansab soxtakorligi bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Shuningdek, ushbu ish bo'yicha 227-moddaning 2-qismi A bandi hamda 228-moddaning A va 3-qismlari bo'yicha hujjatlar, shtamplar, muhrlar va banklarni tayyorlash, qalbakilash, sotish yoki ulardan foydalanish, shu jumladan aksiz markalari va boshqa davlat belgilarini noqonuniy qo'llash bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlikda ham gumonlanmoqda. Ikkinchi jinoyat ishi doirasida Odilxon qori va yana 5 kishi sud qilinmoqda. Xususan, T.A. Baratov va Sh.A. Hasanovga nisbatan ham o'zlashtirish, mansab soxtakorligi va hujjatlarni yashirish bilan bog'liq ayblovlar ilgari surilgan. Ish materiallarida ismi qisqartirilgan Z.Sh. Qamchinbekov, ismi qisqartirilgan K.K. Qurbonov va A.K. Muhammadyorov ismlari bilan qayd etilgan bo'lib, ularga nisbatan ham iqtisodiy jinoyatlar, soliq to'lovlaridan bo'yin tovlash hamda hujjatlarni qalbakilashtirish kabi bir nechta modda asosida ayblovlar qo'yilgan. Oliy sud matbuot kotibi xabar berishicha, sudlanuvchi Odilxon Ismoilov va yana 4 nafar shaxsga qamoqqa olish, 1 nafar shaxsga garov tariqasidagi ehtiyot choralari qo'llanilgan. Mazkur jinoyat ishlari bo'yicha 2025-yildan beri Jinoyat ishlari bo'yicha Pop tuman sudida sudya Adolat Xo'jayeva raisligida ko'rib kelinmoqda. Odilxon qori Yunusxon o'g'liga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan navbatdagi sud majlislari 28-yanvarga ketma-ket vaqtga belgilangan. Daryo manbasiga ko'ra, u Pop tuman ichki ishlar bo'limi vaqtincha saqlash hibsxonasida ushlab turilibdi. Ma'lumot o'rnida Odilxon qori Yunusxon o'g'li 1977-yilda Namangan shahrida ishchi oilasida tug'ilgan. Turli yillarda Toshkent shahridagi Hazrati Umar Shayx Zayniddin Ko'kcha masjidi, Firdavs masjidi va Xo'ja Alambardor Kamolon masjidida imom xatiblik qildi. Shuningdek, bir muddat Vaqf xayriya jamoat fondi rahbari o'rinbosari lavozimida ishlagan, deyiladi xabarda.